Koinot ajoyib g'aroyib sirlarga to'lgan. İnsoniyatning uzluksiz taraqqiy qilishiga agishib, nurg'unlagan sirlar yeshilishga boshladi. Ammo ta hozirgacha tegiga yetkilib bo'lmaydigan sirlar yana bir sir bo'lib qoldi. Nurg'un ekspeditsiya atirdi kechini kunduzga o'lab, yeshilmagan sirlarni yesh uchun har xil xatarlarni beshidan kechiryotdi. Oldimizdagi yo'ldan o'tsakla biz boradigan manzilga yetib boramiz. Voy jon, bir narsa qo'limni tishlayotdi. Yo'lboshchi Hasan, sen bizni bu yerga oltin kamba deb atgagan. Men yo'lboshchi bo'lib ta hozirgacha bundoq xatarga uchrab boqmagan. Bu umumiy tushunmi? Biz boy bo'lib ketdik. Ağaylar, bu yer biz o'ylagandek emaskan. Bu yerdan ketaylar. To'xtana, bu degan tashlandiq kontursa. Avvasti ko'rdim degan qanday gap? Hey, men ko'rib qolsamcha, uruq og'zi burnini tuzlab o'taman. Bu yer insonlarga tava emas. Sen bu yerdan hayot chiqib ketolmaysan. Men sizlarga birula aytgan, bu yerga kelmayli deb. Qarab turmay qo'limga xanjirini ol. Bu yerdan bir sana hayot chiqib ketolmaysan. Ang nodir vahimlik asar, boylik istash sabri. Biz yaşayotgan kan ketgan bepoyon siminda insonlar nurg'un sirlarning tegi taktiga yetdi. Shundaqla o'z aql farosatlarini namoyon qilishib, olamshumul natijalarni yaratgan bo'lsa-mu, shuningga agishib yana nurg'un sirlarning tegi taktiga yetishga noiloj. Dekabr oyining qor shivirg'anliq sovuqi dashti bilan o'zini ko'rsatib, qor qiyosi lapildab tushayotgan mezgil. 5 odamdan tashkil topgan 3 qiychir, uchsiga qilin paxtaliq chapan kiyib olgan, quloqchini cho'kirib taqib ketayotgan bu kishilar osmondan xuddi to'pidek to'kilayotgan qorga qaramasdan safarni davom qilyotdi. Ang oldida beshiga qora quloqcha, uchsiga paxtaliq chapan kiyib olgan, putiga bo'lsa qora xonjilik o'tik kiyib olgan 30 yoshli chamisidagi tetik o'shir kishining ismi bo'lsa Hasan do'lan bo'lib, uning necha avlod oti bo'stin tartib mushu qorliq dala va cho'l jazirlarni kesib cho'ng bo'lgan. Yurtda bo'lsa, uni tonimaydiganlar yo'q edi. Qadimda bir uningga bir tonish uchrab turardi. Shonachqa uni bir safar va yoki xatarga tavakkul qilib tugamas bitmas boyliqlarga erishni ko'ngliga kutgan qaram ekspeditsiyachilar o'miki bu kishiga yuqori haq bilan tavni necha haftagacha, ang yuqorisi necha oygacha bo'lgan haqqini berib, bu kishi bilan birga safar qilib, ishlarining o'ngishli bo'lishi uchun bu kishiga taynishga to'g'ri keladi. Ana necha kunning oldida o'tiqi bir kishiga yo'lboshchi bo'lib tasliq qilgan hayotidan ayrilib qolgani. U shuningdan tartib o'z-o'ziga qasam qilib, "Xap, kallamdagi oltin beradigan ish bo'lsa-mu, bundoq safarni hargiz qilmayman" degan edi. Talik yarasha u safardan omon qaytib keldi. U qaytib kelib necha kun turmayla uning yurtiga yo'chilib 4 odam paydo bo'lib, o'zog'isdan neri ketolmaydigan bo'ldi. Necha kun o'tmayla u noma'lum sabablar tufayli bu 4 kishi bilan ham safardosh do'stlardan bo'lib qoldi. Shunda qilib amalning yo'qidan ikkinchi safarni boshladi. İkinci septi kelayotgan qo'liga qor miltiq ko'tarib olgan egiz bo'yliq kishining ismi bo'lsa Ahmad Darasa. Uning bo'yturqi bo'lsa odatdagi kishilardan xeyli egiz bo'lib gavdalik edi. U patpatla bir ishdan ansirayotgandek to'rt atrofga inchkilik bilan diqqat qilib qarab qo'yadi. Uchinchi kishi bo'lsa bo'dagrak kelgan bo'lib, uning ismi Olim. Uni biladigan atrofdagi yaqin do'stlarining hammasi uni Olim bo'dak deb chaqiradi. Taqturqi bo'dak degan laqamiga qarab, uni hargiz sal chaqlamang. U mushu guruhdagi bashaylarning ishida hammadan kuchligi. Tog' teshar, qabr ko'lash ishlarga nihoyat mukammal pishiq edi.
Onun keynidili keliyotgan uruq vejikida Chashqan Burut kishining ismi bo'lsa Tursun Qismoq. Necha yil burun tog' portlatish ishlarida uning ko'ziga tog' portlatining puchqiga kirib ketgan edi. U shundan iborat ta hozirgacha bir ko'zini qisadigan bo'lib qoldi. Uning vazifasi bo'lsa qorovullik, bexatar ishlarga nihoyatdan bak pishiq edi. 5-chi bo'lib hammaning oxirida hech bo'lmagandek xuddi qorliq dalaga sayohatga kelgandek ketayotgani bo'lsa to'xtab bo'lgan. Uning iqtidori kamolatga yetgan, aql farosatlik, texnik ishlarga kelganda bo'lsa, u hammadan ustun turadi. Ular olahazal bir necha chaynak choy qaynag'icha bo'lgan vaqtgacha yo'l mangandan keyin yo'lboshchi Asando'lan qadamini to'xtatdi va orqasida qurol ko'tarib kelayotgan Ahmad Taroziga qarab: Adarat başlıqı, burnumga bir xatarni yutib uravatadi. Eng yaxshisi, mush joydan bir aplik yerini tepib, o'tni ta'minlashtirib akilib put-qo'llarimizni issaqmaki. Ana avu qarliq tog'lardan o'ssakla, biz bormoqchi bo'lgan bayliq yo'shirilgan o'ringa boramiz. Bu gapga Tarozi bo'y Ahmad ko'p o'ylanmaydi. Deganingizmi to'g'ri, men bu boydan beri g'alitlik his qilyapman. Bu menga g'alitlik bilingani avu. Birodarlar, avu tarafga qarab beqinglar. O shundoq deganicha ko'rsatkich barmoqi bilan pastga kengir ketgan o'rmonliqni ko'rsatib turib: "Ko'rdinglarmi? Ana avu o'rmonliq. Biz mangsoq lalanshib bu yoqdan bu yoqqa erg'anshiydi. Biz to'xtasak xuddi biz bilan deyishib olgandeklar joyda to'xtaydi. Mana bu normalsizlik emasmi? Meningcha shivirgan to'xtag'icha mush yerda orom olayli." O shundoq deganicha orqadagi sabdoshlarga qaradi. Baydan beri qo'rsqi rosa ichib ketgan olim bodakka bu gap go'sh bosgan polodekla xo'sh yoqdi va chiroyiga kulgi yugurtib: "Ajab bir gap bo'ldi. Qachonmi mush gapni qila deb ko'zim to'rt bo'lgan meni. Bo'ldi, mush yerga gulg'a yiqib, qo'rsqimizning och qayerga birat toshqin olib yemamdi." O shundoq deganicha oldiga necha qadam elishiga heyliqi daraxtlarmi bilinmas tavrinishga boshladi. Bunun yanılı 4-cü septiki sərzürü Tursun Qismoq bayqıda dərxal çirayiga ciddiycilik elib buyruq ahangıda: "Alın bodek, mıdırlama jayingda jim tur." Bu gapdan keyin daraxtlarmi shipida midirlashdan to'xtab qoldi. G'alitlik his qilgan Tursun Qismoq yana gapini davom etdi: "Asando'lanning gapi to'g'ri ekan. Bu joyda bir oz g'alitlik bor. Hammamiz atrat boshlig'ining gapini anglayli." Bu gapga qarda to'xtab bo'lgan ishchida g'o'dronshib qo'ydi. "Asta, mavi Qismoq nima deydiganda endi? Ko'ringan tog' yiroq emas deb necha vaqtdan beri nurg'unlagan yo'llarni besib keldik. Mana amdilikda bayliqning bosog'isiga yetib kelgan vaqtda kaskanmas gaplarni qilib nimanda nervamga tegadi bu." Tuyuqsiz atrat boshlig'i bo'lgan Ahmad Tarozi so'z ichib qoldi. Bo'ldi birodarlar. Qechirlardagi elib olgan yemak-ichmaklarni pastga tushiringlar. Mush yerda orom olamiz. Olim, sen men bilan pastga tush. O'tin terib kelib qolaymiz. Putim tushib qog'ila tozla qoldi. Nimandaq so'g'oq bo'ya, kasofat. Qolganlaringlar bu yoqqa ketmay, bizni mush yerda saqlanglar. Oldinglarmi? Biz qaytib kelguncha Tursun, sen bu yerdagi ishlarga mas'ul. Agar biror ish yuz berib qolsa, burunqi usulimiz bo'yicha belgi bersanglar bo'ladi. Ammo boshqa fikringlar bo'lmasa, yur olim, biz pastga tushaylik. Ahmad Tarozi shundoq deganicha pastga qarab mangdi. Lekin bu ishga Tursunning ozroq fikr bor bo'lsa-mu, ammo u gap qilolmadi. Tik qiyodan shundoqli pastga qargan odamning tenini shirkandirib, vujudini qo'rqinish va vahima tomonlari olatdi. Pastga shundoqli qargan olimning yuragi qartliq qilib qoldi-da, keyinda aplik joy izlayotgan Ahmad Tarozining choponining peshin tortdi. Meningcha pastga tushmaylikmi? Qarmamsa, sallib bexaslik qilsak, biror ish bo'lib qolsa, o'z amachon beradigan o'xshamas. Yaxshisi pastga tushmaylik. Nima? Pastga tushmaylikmi? Pastga tushmasang, o'tin tamashtirib kelib o't qolamisak, bu yerda to'nglab o'lib qolmaymizmi? To'liq yaqinmay menga pastga tushmas. Lekin pekinini qo'yib tezroq menga. Ammo shundoq deguncha qurolni dolisiga ortib pastga serilib tushmoqchi bo'ldi. Bu vaqtda qor parchalari xuddi uzun yil uyqudan uyg'onmagan kichik boladek xalita bir yo'sinda tavrib qo'ygandan o'z aksiga jimib qaytib keldi. Ahmad birdamdala chaqqonlik bilan pastga serilib tushib bo'lgan edi. Ahmad pastga serilib tushib bo'lgan bilan olim tag'icha qor ustida gadini qashlab turardi. "Asta, mana nima qiladi odam to'nganda? Hey, pastga tushmamsan?"
Oy, çimen, bırak bekle egizgen, qandaq çimen. Vah, soltak, qani senin burunqi jasorating, tushadayman. Abla, tushsamli bo'ldi mana. Olim shundoq degenicha tik qiyodan pastga tushmoqchi bo'ldi-yu, biroq yana pastga qarab turib qoldi. Ana shu vaqtda uning orqasidan bir ko'rinmas gavda paydo bo'ldi. Uning orqasida paydo bo'lgan qor gavda uningga asta-asta oridek qo'llarini chiqarib yaqinlashdi. Olim ikkilinib turgan mushu paytda u qor gavda olimni pastga ittirib etdi. Olim nemish bo'lgani anqirib bo'lguncha pastga xamkavdek do'malab udul Ahmad darasining oldig'iga tushdi. Voy jon, ajab tushdimi? Qulqi obsharkinigidek tursin qismoq bu ovozlarni anglab qolgan bo'lsa kerak. Darhol yugurib keldi va pastda olimni yo'layotgan atrot boshlig'iga qarab: Atrot boshlig'i, sizlarga aytishim-da? Bo'lmasa bizning pastga tushib, sizlar bilan birga o'tin taraylar. Ha, yo'q bo'ldi tursin, hech gap yo'q. Men boya degandek qilsanglar bo'ldi. Sizlardan hargiz madirlamanglar, oldinglarmi? Biz hayal bo'lmayli qaytib kelamiz. Sizlar bizdan ansirmasanglarmi bo'ladi? Uning ustiga mening quralim bor. Atrot boshlig'i shundoq deginicha do'lisidagi qurolni yenik urib qo'ydi. Bo'pti-mi, o'zinglarga bak ogoh bo'linglar. Bo'ladi, sizlarmi shundoq? Ular shundoq deyishgandan tursin qolgan ikki hamrohlarini elib agashtirgancha Qechirning yeniga qaytib keldi. Asli olimning bayotinqi qor gavdining tik qiyodan o'zini pastga ittirib etganligini ustidagi birodarlarga aytqusi bor edi. Lekin ularga esa bir gumonning ikki bo'lib, orni jiddiychilik va qo'rqinish tavrini vahima iskanchida qilishidan ansirda bo'lmay, u bir ig'iz gap qilmadi. Ammo olim bo'dek gap qilmagan bilan buni yanala Ahmad darasi bayqab oldi. Ay, ne bo'ldi? Deming ishingga tushib ketdi-ku. Men azaldan seni bunday qo'rqib ko'kirib ketganingni ko'rib boqmagan. Bir ish bo'ldimi? Hech gap yo'q. Mendan yoshirma, boya nimani ko'rding? Voy, nima deydi Hasan? Hech nima bo'lmadi. Shu faqat telib ketib yiqilib tushdim. O shundoq degenicha Ahmadning ko'zidan ko'zini elib qochdi. Olim, men qara, sen meni hech narsani bilmaydi deyma. Sen cho'qim ustida bir narsani ko'rding, shundaqmi? Lekin qandoq ish yuz berishidan qat'iy nazar, boya bo'lgan ishlarni bizning qon qizish ishimiz tugamigacha ustidagilarga aytma, angladingmi? Men senda gap so'radim, tushundingmi? Olim ma'qulligini bildirib, beshini yenik lang'ishtib qo'ydi. Ular shundoq deginicha oldidagi bek baraqsan qorliq o'rmonning ichiga qarab mengishdi. Ular o'rmon ichiga kirgandan keyin bir necha bog'lam o'tin terdi va ular do'lisiga otib mangmoqchi bo'lganida qorlar ustiga dassilib kelayotgan bir oyoq tevishi bora-bora ikkalin tarafga yaqinlashqa boshladi. Olim, anlamadimsan? Anladim. Yürek tuyğun Ahmet Daraza derhal olimga qarab ciddi talaffuzda. Çataq chiqdi olim, ustiga derhal chiqib ketayli. Tez bo'l. Burnimga bir xatarning hidi puravatidi, tezmi? Ay, to'xta, sening burning ofsharkining burni emas-da. Qanday xatarni purading? Sening qo'lingda ko'sak emas, miltiq bor tursa, nimadan qo'rqmas? Uning ustiga sen degan margan otgan o'qin soya ketib boqqan emas. Olim, uning nima ekanligini bilmay turib qarisiga gap qilma. Voy, nima qo'rqsan? Sen bilan biz bayarda nima bo'pti-kan? Sen bilan bizda bo'lsak, har qanday nimaga tetaymiz biz. Olim shundoq deginicha darhol orqasiga burilib qaradi. Olimning orqasida bo'lsa, bir-biridan yo'g'on 3 bo'ra tishlarini chiqarganicha ularga xaris qilib to'ratdi. Olim azaldan bundoq yo'g'on bo'rni ko'rib boqmagan bo'lg'achqa ishtonga chiqarib etgila tasliq qoldi. Olim bu bo'rlarni ko'rib chiroy ifodasi birdilla olmishib ketdi. Uning bayotinqi yuragi va g'ayrat jasorati birdamdili yerga urildi. Voy, onamay, Ahmad, tez qo'lingga Qur'onni ol. Men bundoq yo'g'on maxluqni ko'rib boqmabdi-kanman. Nimandoq cho'ng bo'ri bu? Olim shundoq deginicha qo'lidagi kichik bir ko'ldirmamaga o'xshaydigan qo'ng'iroqni chiqarib, ustidagi hamrohlarini yordamga chaqirish uchun qo'ng'iroqni chaldi.
Gerçi qo'ng'iroq ovozi ancha bak jaranglik chiqmagan bo'lsa-mu, biroq qo'liq ses ko'rib Tursun qismoq buni anglab darhol to'xtab o'kan bilan Hasan Do'lanni chaqirib darhol to'pilikdan pastga yugurdi. Tursun qismoq bo'lsa qiyoh yeniga yaqinlashgandan keyin darhol bo'yniga esib olgan tribunda pastga ko'zatdi. Darvaqa pastda olim Bodek bilan Adrat boshlig'i xatar ishida turib Tursun qismoq bo'lsa ahvolni to'liq ko'rsatgandan keyin uch bo'rining ularni qorishib olganligini ko'rdi. Qarmoqli ahvol to'limi xatarlik bo'lib, ularga u uch bo'rining aniq hujum qiladiganligi chiqib turadi. Tuyuqsiz etilgan bir pay o'q ahvolni texmi jiddiylashtiribdi. Uch bo'rining qop o'tirdiki bo'rining cho'qqisiga o'q tekkan bo'lib, oldiga yiqildi. Qolgan ikki bo'ri bo'lsa texmi haljirlashib ketdi. Olim, tez bo'l, tez qoch. To'xtamay usti tarafga qarab qoch. Ma'qul, sen qanday qilasan? Men bilan chatig'ing bo'lmasa, sen tez qoch. Usti tarafda turgan to'xtab o'kan darhol ularga varqiradi. Hey, tez bo'linglar, bu yoqqa kelinglar deyman. Tez qoch, olim, tez bo'l. Tez bo'linglar, olimni chiqarib olmasak bo'lmaydi. Tez arg'amchi tepinglar. Olim Bodek bo'lsa barjini bilan ular tarafga qarab yugurdi. Ammo Adrat boshlig'i bo'lsa teqichi bo'rilarning qo'rshovida edi. Olim Bodek yugurib bo'lolmadi. Buni ko'rgan Hasan Do'lan va Tursun qismoq to'xtab o'kan qatorliqlar darhol pastga serilib tushdi. Ammo ahvol texmi yomonlashdi. Chunki bo'rilarning soni olib ketishga boshladi. Sol tarafdan 3, o'ng tarafdan 2, orqa tarafdan bo'lsa yana 3-4 kilovat atdi. Adrat boshlig'i bo'lsa orqadan 2 boy o'q uzdi. Adrat boshlig'i bo'lsa bir necha bo'rining orasida qoldi va ularga o'q chiqargandan keyin olim Bodekka qarab varqiradi. Olim, tez oldinga qarab qoch. Tez bo'l, senmi tezroq bo'l. Olim shundoq degunicha o'zining yo'g'on qo'risqini ko'tarib bu yerdan orong qechib o'tdi. Ustidagilar bo'lsa ostidagilarning xatarda ekanligini biladi. Darhol to'xtab o'kan bilan Hasan Do'lan bir arg'amchini pastga tashladi. Tursun qismoq bo'lsa yugurib borganicha arg'amchining yana bir uchini bir qo'ram toshning qo'rsqiga bog'ladi. Hey, olim, arg'amchining uchini tutib ol, tez yamishib chiqa. O'lay deb tursam to'xtab o'kan, pastkiroq tashlamamsan. Hey, birli sakrasang esinisan, tezroq bo'l. Olim Bodek o'zini ko'tarolmay yugurib ketayotganida shiddat bilan Olim Bodekning yenidan birisi o'tib ketdi. U dal Adrat boshlig'i Ahmad Tarozi bo'lib, uning bo'y egiz bo'lg'achqa olimdan najahasi tez yugurdi. O yugurib berib degidek arg'amchiga eslab ustiga yamishib chiqib ketdi. Olimni tez tortib chiqarib olinglar. Ahmad shundoq degunicha oldi tarafga yiqilib kelayotgan bir bo'riga qartibla o'q otdi. Voy onamay, qarab turmay tez tortib olinglar, tez bo'linglar. Olim, tez tanig'i esilib ol, tez bo'l. Mana kuchab tortinglar, tez tortinglar. Ahmad Do'lan, Tursun qismoq to'xtab o'kan qatorliqlar Olim Bodekni tortishga boshladi. Ost tarafning hammasi qor bo'lg'achqa Olim Bodekning dessigidek yerimi yo'q edi. Ustidagilar ham shundoq. Olim Bodekni tortish uchun tanig'i shuncha mahkam esilgan bo'lsa-mu, yer bakli siliq bo'lg'achqa ularmi u yoqdan bu yoqqa mudirib tiyilib ketayotdi. Ahmad, yer bakli tiyilgan, qanday qilamiz? Buni tortib chiqarg'ili bo'lmayotdi. Aman qilib tezroq tortinglar. Men yiqilib qolgan bo'rilarga qaratib o'q chiqirman. Tezroq bo'linglar. Kuchavatimiz. Dastakga topolmadim. O'ldir. Ular mangjapalarni tortish orqali Olim Bodekni oxiri ustiga qaytarib chiqdi. Bo'rilar bo'lsa ustiga chiqolmay to'plashib u yoqdan bu yoqqa cho'gilib yurishdi. Bo'rilar ustiga chiqish uchun tirishgan bo'lsa-mu, yana chiqolmadi. Chunki atrof baklat tiyilgan. Bo'rilarmi tiyilib pastdan ustiga chiqolmadi. Agar chiqishga to'g'ri kelsa-mu, cho'qim Ahmadning o'qini yeb o'ladi.
Adrat boshliqi Ahmad bo'lsa, kayniga qarab, ular hammasining tinch omon ekanligini ko'rib so'z boshladi. Gapimni obdan anglanglar. Biz turayotgan bu yer to'liq xatarli ekan. Pastdagi o'rmondagi daraxtlarning bay ko'zimizga to'xtamay midirlishi mushu bo'rilarning harakat qilganidan bo'lsa kerak. Demak, bo'rilar oz emas. Endi bu yerdan ketaylik. Adrat boshlig'i, biroq shivirg'antiq to'xtamay tursa, bu yerdan qandoq ketamiz? Bu gapdan keyin to'xtib Pokanning so'z ochdi. To'g'ri, shivirg'antiqi to'xtamda, qandoq ketamiz deyman. Ondaqda mush yerda aram elib, shivirg'an to'xtaganda mangayli. Balkim shivirg'an at tan so'zligish chiqishi mumkin. Shuning uchun hammamiz olmish post turaylik. Demakchi bo'lganing bu yerda qonimizmi? Shundaq, onundan boshqa amalimiz yo'qdekmi qiladi. Olim, sen birinchi bo'lib tur. 3 soatda bir qatim olmishimiz. Nima deb men turman? Chunki boy hammamizni o'ltirib qo'yg'ili tasliq qilgani sen. Ma'qul. Tursam turdim. Nimadan qo'rqadim men? Hammalar qor shivirg'anlikning ichida. Olim bo'lsa birinchi bo'lib post turdi. Qolganlar bo'lsa bir qo'rim toshni daldisiga o'tib, ya'ni pokiz tozalagandan keyin 3 qechirni o'ltirg'izdi va qechirning yeniga kelib, hammasi degidek bir yerda isinib, qechirga o'linib o'ltirishdi. Bu yerga kammaydigan ishga asli. Texi biz qorliq daladan chiqmay turibla, tozla qoldik mush yerda hammamiz jonbakli. Yana texi uning ustiga odamni qo'rqitib, heliqi sirliq ko'langicha. Boya xato ko'rib qoldim yoki rostda bir qori gavda meni past kettiryaptimi? Olim shundoq degunicha o'z-o'ziga g'o'dronishib post turdi. Olim bo'lib bo'lsa, asta orqasidagilarga qaradi. Ular yanala shu qechirga yo'linib mugdab o'ltirishgan edi. Olim bo'lib darhol bir uchim muxirga yo'gashga boshladi. Oradan uzun o'tmayla Adrat boshlig'i Ahmad olimning yeniga kelib turdi. Nima bo'ldi, Adrat boshlig'i? Chiroying boshqachiligi ko'kirib ketibsan. Shuk tegib qolmaganda? Yo'q, qor besib qoldi. Seningdek odamni qor bosamdi deyman. Qorni sen bosadigan tursa. Olim, bo'ldi chaqchaqama, rostalik qor besib qoldi. Balkim oldimizda biror cho'nroq xim xatar bo'lsa kerak. Amsa nemishqa o konga boramiz. Xim xatarni bilib turib shu yerga boramdiq deyman. Sen bilmaysan olim, u yerda bir xazina bormish. Ko'milib yotganda bakli uzun bo'pti. Uni topgan odam tugmas bitmas xazinaga ega bo'ladi. Mashundaq cho'chaklarga ishinib yurimsan deyman. Bu cho'chak emas, rost gap. Qo'limizda xaridi bog'i. O birisi o'ydirib chiqarib qo'ygan narsa bo'lib qolsa-chi. Yo'q, hargiz ishonmayman. U menimcha rost. Ma'qul deb turay. Bo'ldi, boshqa gapni qilaylik. Boya sen ustida nimani ko'rding? Ko'rgan narsamni bilamidim. Qarmoqqa bir qora gavdada qalamdi. To'g'ri, ish qilib aniq bir qora gavda meni pastga ittiribdi. Nima? Qora gavda demsan? Menmi boy pastda bir qora gavdani ko'rganda qildim. Ikkimizning ko'gini o'xshash bir nimami? To'yiqsiz chiqqan bir ovoz ularning gapini bo'ldi. Aslan nimalar deyishyapsizlar? Nima oq gavda, nima qora gavda? Bo'ldi, o'tning issiqil birda ko'zinglar yuminglar. Bu ovoz dal turson qismoqning ovozi edi. U purilishib qasmoq besib ketgan gadini qashlab turib shundoq dedi. Olim, bo'ldi, pasroq gap qil. Ular anglab qolmasin. Sen armonni ol, men birdan post turay. Men sana hamroh bo'laymi? Yo'q bo'ldi. Sen charchab qolding. Birdan aram ol. Ma'qul amsa, men berib aram olay. Olim shundoq degunicha tursun qismoqning yeniga berib aram oldi. Olim qaytib ketgandan keyin Ahmad bo'lsa bir nuqtaga tikilib qarab turdi. Chunki u bir narsalarni xayol qilib o'tadi. Ahmad bo'lsa xayollar orasiga petib turgan vaqtida orqasidan bir sovuq shamol urilgandek qildi. U bir xatarning yaqinlashganligini sezdi. Ahmad orqasida bir narsaning o'ziga yaqinlayotganligini bildi. Ammo u orqasiga qarashga petan olmadi. Dal mushu paytda xuddi qozonning qarsini yuziga surkib olgandek qop-qora maxluqdan biri mich-mich dastiginicha Ahmadga asta-asta yaqinlashqa boshladi.
Soğuqda dügdüyüp, faqatla ko'ziga uyqu kelmagan To'xtipokon asta ko'zini ochib, Ahmadning orqasidan yiqilishib kelayotgan bir qora gavdani ko'rgandek bo'ldi. Ay, men xato ko'rib qoldimmi yoki qandoqmi u? To'xtipokon shundoq degunicha xira ochib turgan ko'zlarini yo'g'on ochdi. Darvaqa atrat boshlig'i Ahmadning orqasida bir qora gavda turibdi. Ha? Ishchataq, atrat boshlig'i, orqangga diqqat qil. To'xtipokon shundoq degunicha yanchiqdan bir tag'liq asfobni elib, heliqi qora ko'langa qartib otdi. To'xtipokon otgan tag'liq asfob qor parchasi ustiga tushdi, ammo maxluq ko'rinmadi. Chunki heliqi qora ko'langining sur'ati To'xtipokon otgan heliqi pichoqning sur'atidan tez edi. Qora ko'langining g'oyib bo'lishi va To'xtipokonning varqirishi bilan boshqalarni cho'chib uyg'onishdi. Buni bo'ldi, bir haj to'xta, nimani ko'rding? Bu nima shamda? Men hozirda bir qora ko'langini ko'rganda qilgan. To'g'ri, xatolashmadim. Atrat boshlig'ining orqasida turgan edi. To'xtipokonning chiroyi bo'lsa, bagli totirib ketgan bo'lib, boshqalar uningga hayronlik nazarda qarab turishadi. Orqadala ularning gapi tugmay turib, bo'rilarning sat o'lig'an ovozi anglandi. Bo'rining ovozidan keyin yo'lboshchi Hasan boshqalarga joyda to'xtashga da'vat qildi va atrat boshlig'i Ahmad Taroziga qarab so'z ochdi. Atrat boshlig'i chatoq chiqdi. Oldimizda bo'ri to'pib olgan. Ular bizni ko'rib qolib, bosh hamrohlarni chaqirishga satuvlanadi. Qanday qilamiz? Mana hoşarlıkni o'stiringlar. Joyimizda tursak bo'lmag'ida, tez yo'lga chiqaylik. Yo'lboshchi Hasan bu yo'lni pishiq bilatdi. Shundaqla boshqalarni xavf-xatardan qutqarish uchun bu bosti tarafga joylashgan o'rmonlikning ustiga to'g'ri kelgan bir tog' edirning kichik cheg'ir yo'lini bo'ylab mengishga da'vat qildi. Yo'lboshchiqchi, "Oy, Hasan, bu yo'l patli xatarli ko'rinyapti. Bu yo'ldan chiqib keta olamizmi? Bu kichik chig'ir yo'ldan tushib kelsak, cho'qim o'rmonlikning ostiga berib to'xtadi ekanmiz." Mana ishinglar, sizlarni boradigan manzilinglarga sog'-salomat olib qo'yaman. Kechirlarga maktabga esilib meninglar. Biringlar sapga tushib qolmanglar. Bo'lmaz ostiga tushib ketsizlar. Yo'lboshchi Hasanning gapidan keyin ularning hammasi ehtiyot bilan mengishga boshladi. Atrat boshlig'i Ahmad Tarozi bo'lsa, hammaning oxirida qo'rg'on ko'tarib, orqani orqasiga qilib oldi. Ay, tezroq meninglar, bo'rilar yiqilishib kelyapti. Kördüngmi? Onunga qaratib o'q chiqa, tez bo'l. To'xta, kallangdan ketib odamsan. Nima deb o'qni isrofga toshga o'q otma. Chunki o tosh ko'mirilib tushay deb qolgan toshga naq yerini tepib soq, tez bo'l. To'xtipokonning aytganidek, o tosh rostida cho'qchib chiqqan tosh bo'lib, ko'mirilib tushishga ozliq qolgan tosh edi. Agar Ahmad Tarozi toshning naq yerini challab so'qqansa, o tosh ustidan ostiga ko'mirilib tushadi. O vaqtda bo'lsa yo'l etilib, bo'rilar orqada qolib qoladi. Ay, Ahmad, nima qilyapsan? O'lkir bir gap qilmay tur, qorga elyaptimi? Bo'ldi. Otdim. Ahmad Tarozi haqiqatan qo'l qo'shib tegishli margan ekan. Onun atgan o'qi naq toshning markaziga tekkan bo'lib, tosh oldiga ko'milib tushdi. Darvaqa To'xtipokonning aytganidek yo'l barkada to'sildi. Hey, rastdan margan nima kansanjima? Naqli so'qqinini qaramadigan. Bizning atrat boshlig'i gap ketmaydi jimo. Bo'ldi. Ortiqcha maqtavatdinglar. Hamda yo'limizga mangaylik, tez bo'linglar. Ularning hammasi Hasan Dolining yo'l boshlashi bo'yicha cheg'ir yo'lni bo'ylab tog' ediridan ustilikka chiqdi. Ay, hamda kangri bo'shliqqa chiqdik. Qachirlarni qo'yib tanglar, o'zim olsin.
Adrat boshlig'ining gapidan keyin ularning hammasi qechirlanib qo'yibdi. Yo'lboshchi Hasan, yana qanchalik mangsak yetib bormas. To'g'ri, yana qanchalik mangamas. Men bakirib ketdim. Oy, japomizni birdan o'ltiramdoq. Bir oz ta'xir qilinglar. Oldirmanglar, oz qoldik. Yo'lboshchi Hasanning yo'l boshlashi bilan xeyli uzun mang'andan keyin oldimizda bir cho'nqur han ko'rindi. Uning ustida bo'lsa tog' turadi. Yo'l boshlig'i Hasan, bu qanday gap? Bu yerda yo'l yo'qmi? Bu mumkin emas. Bu yerda aniq yo'l bor edi. Boydan beri gap qilmagan Tursun qismoqning xo'yi tutdi. Yo'lbashi Hasan, sen bizning tuyuq yo'lga boshlab keldingmi qanda? Amasi yo'l qani, bu yerda hang turmamdi. Endi qanday qilamiz? Seningcha bu yerdan uchib o'tamdiq. Undaq emas. Bu yerda yo'l bor edi. Mavo tog'ning orqasidan aylanib o'tadigan yo'l bor edi. Endi tog'ning ustidan o'tmay, amal yo'q o'xshaydi. Tog'ning ustidan? Hey, biz tog'ning ustiga yamish emas. Undaqda mavo eshaklaring qanday qiladi? Bularni hapa chiqib chiqmaydigan emas. To'xtib-qo'yganning aytgan bu so'zi hammamizning kulkisini qistavatgan bo'lsa-mo, ammo uning deganlari to'g'ri edi. Hey, birodarlar, to'xtanglar. Qanday qilishni men bilgandek qilaman. To'g'ri, sening qilib hamma dapaqa qanday qilamiz? Meningcha uchib o'timiz-ku deyman. Voy, birdan gap qilmay turg'ina. Qechirlar mosh yerda qolsin. Yektoqni o'zimiz ko'tarib, tog'ning ustiga yamishib chiqib ketayli. Ondaqda tangdan to'lisini sen ko'ta. Men ko'tasam ko'tadim. Hey, bo'ldi qilinglar. Bo'ladi, olim bodakning aytganidek shunda qilayli. Shunda qilib hammamiz qechirlardagi yektoqlarni pastga tushirdik. Biz yektoqlarni ko'tarib, mushu tog'dan aylanib o'tib ketish uchun balkim xeyli javru japolarni tortishimiz mumkin. Ay, yo'lboshchi Hasan, sen hammamizning oldida mang. Tursun, sen uning orqasidan chiq. Olim, to'xta, sizlar mening orqamda meninglar. Ehtiyot qilinglar, jimo, hargiz tushib ketmanglar. Üçüncü qism. Shunda qilib, yo'lboshchi Hasanning yo'l boshlashi bilan bular 5 odam tog' ustiga yamishib chiqib ketdi. 5 odam xuddi o'michikning to'rig'i esilgandek bir toniga 5 bog'lanib tang ilgirlab tog'ning ustiga yamishishga boshladi. Ular jonni olqonga elib, zodi nemini izlamoqchi. İzdaydigan narsaning o'rni zodi qayerda? Uni o'zlari uqishmaydi. Voy, onamay, qachondan chiqib bo'lamas? Asli qoldiq ta'xir qil. Hay, birodarlar, tanini hargiz qo'yib atmanglar. Ular bir taniga esilganicha qiyoning ustiga taxminan 2 soatlar atrofida yetib chiqdi. Yo'l boshlig'i Hasan bo'lsa, tog'ning ustiga yetib chiqqandan keyin atrofni to'liq ko'zatdi va birma ig'iz gap qilmasdan bir nuqtaga tikilib qarab turdi. Yo'l boshlig'i Hasan, Adrat boshlig'i Ahmad Darasa, Tursun qismoq, olim Bodek va To'xtib-qo'ygan qatorliq 5 odamdan tashkil topgan ular tog'ning cho'qsida u yoqdan bu yoqqa talmirib qarab turmoqda. Adrat boshlig'i Ahmad orqasiga qarab atrofidagilarning so'lg'in qiyofatini ko'rdi. Chunki yo'l texmi uzun bo'lishi mumkin va balkim jaboliq bo'lishi mumkin. Ular texi manzilga yetib borolmadi va balkim yana o'sha tog'dan pastga seyrilib tushishi ehtimolligi bo'lishi mumkin. Shunlashqamikin ko'pchilikning hammasining kayfiyati birtilla so'lg'ilishib ketgandek ko'rinadi. Yo'lboshchi Hasan, endi qaysi tarafga mangamiz? Sen bu yo'lni bizdan bagroq pishiq bilasan. Bizga yo'l boshla. Yo'lboshchi Hasan Ahmad Darasiga bir eg'izmi gap qilmadi. Chunki u gangarash ilkida atrofni to'liq ko'zlayotgan edi. Hey, yo'lboshchi Hasan, sendan atraf boshqa gap so'rayotdi. Yo'lboshchi Hasan yana undamay atrofni ko'zatishga boshladi. Yo'lboshchi Hasanning gap qilmay turishi ularni texmi cho'chitdi. Chunki u yo'lni xato boshlab qo'ygan bo'lishi mumkin.
bu ahvolni ko'rib, atrat boshlig'i Ahmad Darasining to'limi xo'y tutgan bo'lsa kerak. Uning yoqasidan oldi. Bu yoqqa qara ablah. Sen bizni necha kundan beri xato yo'lga boshladingmi? Tez javob ber. Men bu yerga kelmagil bakli uzun bo'lib ketdi. Balkim esimdan ko'tarilib qolgandi. O tarafga deyman. Ağaç tarafını boylab maqsaq bo'ladi. Uning bu gapini olgan atrat boshlig'i Ahmad uningga yana bir qatim fursat berdi. Chunki yo'l boshlig'i Hasan yo'l boshlamasa, ular heliqi konni hargizmi topolmaydi. Ma'qul, amsi tez yo'l boshla. Yo'l boshlig'i Hasan bo'lsa, tog'ning ichkarisini bo'ylab mengishqa boshladi. Qalgan 4 odammo uning orqasidan tang agishib mangdi. Ikki tog'ning yon tarafi bo'lsa, tik qiyodan tashkil topgan. Ular tog'ning ustida. Agar sal bexastalik qilsa, tog'dan pastga tushib ketish ehtimolligi nihoyatda zo'r. To'xtab bo'lgan hammaning oxirida bo'lib, ikki qadamlar bilan atrat boshliq Ahmadning oldiga yetib keldi. Hey, to'xtag'ina. Hey, bu sarang bizni ozdirib bu yerga boshlab ko'rmasan? Agar rostila shunda qiladigan, cho'qim uning jinini olaman. Hay, menimcha u unda qilmadi. U dedi-ku, bu yerga kelmagili o'zim bo'ldi deb, balkim esidan ko'tarilib ketib qolgandi. Balkim shundaqdir. Olim bo'ldik. Tursan qizmoq bilan ishkanglar. Uningga hisi bo'linglar. Oldinlarmi? Ma'qul. To'xta, sen men bilan birga bu yerdagi ishlarni nazorat qilasan. Agar biror xayrlikni sezsang, menga do'kilib oldinmi? Bo'ladi, chongcha daqiq. Ular shunday qilib birining iziga biri desib, nihoyatda musharliq bilan yo'lini davom qildi. Ular xeyli uzun mangandan keyin bir tog'ning yeriqiga, ya'ni bir o'nkirning oldiga kelib to'xtab qoldi. Hey, yo'lboshchi Hasan, bu yo'ling to'g'rimi? Yo'lboshchi Hasan bo'lsa, ha degandek beshini yengil chayqab qo'ydi. Olim bo'dek bo'lsa, bir ishdan gumonlangandek qildimi, aytavur. Atrat boshlig'i Ahmad Darasiga so'z ochdi. Hay, atrat boshlig'i, mahvus sarang deganda bir undimaydi-ku. Bilmadim, nimani o'ylayotgan tang. To'xtab tur, o'zim bir gap qilay. Hay, yo'l boshlig'i Hasan, to'xtag'ina, hey. Sen bizni zodi qayerga boshlab ketyapsan? Bu yerga mansaq, o'lamdiq yoki boradigan manzilga yetib boramdiq. Bir oz ta'xir qilinglar, oldirmanglar, oz qoldik. Ular shunda qilib yo'lboshchi Hasanning yo'l boshlashi bilan o'nkir ishchiga qarab mangdi. O'nkir ishchi nihoyatda qorong'i bo'lib, bir narsalarning top hidi purab turadi. Bu bakla sesiqkan, burninglarni etib olinglar. Ular o'nkir ishchida uzun mangmayla olim bo'dek falokatli qilib bir narsaga dasib oldi. Oy, nimaga dasidim men? Olim bo'dekning kaynida mengayotgan to'xtab bo'lgan uni yo'lamoqchi bo'lib pastga qarabla varqiravatdi. Oy, andamay so'ng bakan. To'xtab bo'lganning varqirig'ini anglab, hammalar qo'lchiroqlarini yondirib pastga qaradi. Darvaqa ular dasab turgan yerni bo'lsa, laqida ustixon so'ngiklar partisi qoplab ketgan edi. Oy, bu odamning so'ngimi yoki biror hayvonmi? Qarmoqqa odamnikida qiladi. Hammanglar ho'shyor bo'linglar. Atrat boshlig'i Ahmad Darasi bo'lsa, shundoq deginicha Qur'onni ko'tarib, oldingi safda mangdi. Yo'l boshlig'i Hasan uning orqasidan qo'lchiroq yondirib mangdi. Boshqalarmo bu yerning sal xatarlik ekanligini bildimi qandoq hammasi ho'shyor holatga o'tdi. Ular o'nkirni xeyli uzun bo'ylab mang'andan keyin olim bo'dekning qo'lqiga xalita bir kulki ovozi anglandi. Oldinlarmi? To'xtanglar. Olimning bu jiddiy qo'rqinish tusida aytgan bu so'zi hammalarni cho'chitayotgan bo'lsa kerak. Atrat boshlig'i Ahmad Darasa darhol uning yeniga yugurib keldi. Olim, nima ish bo'ldi? Odamni qo'rqitibdi. Sizlar anlamadim demanglar. Qo'liqimning yenidilar. Birsi bakli satkilyotdi. Olim bo'dekning aytgan bu so'zi hammalarni cho'chitibdi. Chunki olim bo'dekdan boshqa hech kim u ovozni anglab boqmadi.
Hey, alem, to'la odamni qo'rqitmoqchimi? Bu yerda bizdan boshqa odam bo'lmasa. To'g'ri, balkim senda xiyoliy sezim bo'lgan bo'lishi mumkin. Bo'ldi, yo'limizni davom qilaylik. Ular shundoq degenicha ehtiyot bilan o'nkir ichiga teg'imi ichkirlab mengishga boshladi. Qorong'uliq odamning tenini shirkantirgani oz kelgandek, bu o'nkirda rostli o'lib ketgan bir narsalarning top hidi purab turadi. Bu ahvol to'limi odamni besarimjon qiladigan bo'lib, qo'rqinish tubiga qo'rqinish bosadi. Shuncha ehtiyot bilan ketayotgan olim bodakni yana bir qo'rqinish bosdi. Chunki uning orqasida bir narsa agishib mengayotgandek to'yg'ida edi. Olim bodakning xiyoliga bo'lsa, tunji bo'lib kelgan qo'rqinish heyliqa qora gavda. U uni bakli qo'rqitib o'tgan bo'lsa kerak. To'xtamasdan shu narsaning orqasiga tushib mengayotgandek his qiladi. Ay, og'aylar, orqamizga bir narsa tushgandek qalangdi qandoq? Ma, qana, to'la o'zing qo'rqitmasan qandoq? Ay, og'aylar, men chaqchaqimda rostida birsi ko'lyotdi. Anglamadinglarmi? Bodakning bu gapini anglab, boshqalar uningga hayronlik nazarida qarab qo'ydi. Ammo Bodak haqiqatan birining kulgan ovozini ikki qatim anglab bo'ldi. Men sizlarga chaqchaqimdim, rostda men birsi ko'lyotdi. To'xta, Bodak, o'zingni tutib olsangiz, zada nima bo'ldi? Olim Bodak bo'lsa, shundoq deb varqirg'inicha o'rnida yiqildi. Boshqalar bo'lsa, nemish bo'lganligini bilolmay, aloqazotlik ichida turib qoldi. Gerçi nemish bo'lganligini hech kim bilolmasa-mu, ammo yurak to'yg'in tursin qismoq ahvolni sal bilgandek bo'ldi. Og'aylar, bu yerda o'ylagandek emaskan. Bu yerdan ketaylik. Nima? Ketaylik? Yo'lning yerimini besib bo'lganda nega ketimiz tursin? Men qaranglar, olim balkim boy qo'rqib ketib oljoq so'zlagan bo'lishi mumkin. Uning bu gaplarini anglab, hammamiz qo'rqib kelsak bo'lmaydi. O sharliqinglarni saqlanglar. Adret boshlig'i Ahmad Darasa shundoq degenicha olim Bodakni uyg'otish uchun uni silkishga boshladi. Olim, tez o'rningdan tur. Olim Bodak bir ozdan keyin ko'zini ochdi. O xuddi amdili uxlab qo'ygan odamdek, xuddi hech bo'lmagandek o'rnidan turdi. Boyin bo'ldi. Bo'ldi, o'shunga kelib yaxshi qilding. Bo'ldi, yo'limizni davom qilaylik. Tez menganglar. Ular qorong'i o'nkirni bo'ylab yo'lini davom qildi. Ularning hammasining ansirgini o'nkir emas, qorong'uliqmi emas va balki olim Bodak edi. Chunki olim Bodak boy anglagan ovozlarni boshqalar anglamadi va olim Bodak to'yiqsizda o'shdan ketib uyg'ondi. Mushu sabab ularni xeyli cho'chitgan edi. Ular qorong'uliqni bo'ylab xeyli uzun mangan bo'lsa-mu, biror manzil yoki yo'riqlikqa chiqolmadi. Hammaning orqasida ketayotgan va hammadan bak ochchig'i kelgan ham ochchig'i yomon tursin qismoq yugurib keldi. Yo'lbaşı Hasan, sen bizi qayerga boshlamoqding? Bu yo'lning nimasi oxiri yo'q. Kelimni qo'yinglar dedim. Ben sizlarni xato yo'lga boshlasam, nima foydasi? Tursun, onun gelini qo'yib tursun. Bo'ldi qilinglar, onun gelini qo'yib. To'g'ri, o bizni xato yo'lga boshlasa, uning nimaga foydasi? Bo'ldi qil. Tursun qismoqning bunda qilganimi bir hisobda yaxshi bo'ldi. Chunki yo'lboshchi Hasan o'zining yo'lboshchi ekanligini unutib qolsa bo'lmaydi. Hammamizning taqdiri yo'lboshchining qo'lida. Agar u uqishmasdan biror qorong'uliqqa yoki bilmaydigan yo'lga boshlab qo'ysa, o vaqtda o yo'ldan chiqib bo'lolmay, balkim hammamiz o'lib ketishimiz mumkin. Ko'pchilik to'xtanglar. Men bir narsaning ovozini anglagandek qildim. Sen nimandaq to'lib bir narsaning ovozini anglaysan deyman. Nimishqa biz anglamaymiz?
olim, endi bizni qo'rqitman dema. Bo'ldi, yo'lingga mang. Men chaqchaqamadim. Bir narsa bizga yaqinlab kelyotdi. Bu qitim bu ovozni olim bodekli emas, hammasi anladi. Bu ovozda ularning orqasidan chiqqan bo'lib, o'nkir tomlarga bir narsa so'qilib shiddat bilan ular tarafga qarab etilib kelyotdi. Men bu anladim. Jimib qoldi-ku endi. Gap qilmay turinglar. O zotda nima ekan? To'xtab bo'lgan bilan Ahmad Daraza asta orqasi tarafga burilib mangdi. Adret boshlig'i Ahmad Daraza darhol qurolini badladi va orqasidagi noma'lum narsaning nima ekanligiga qiziqdi. Orqa tarafdan o'nkir tomlarga so'qilib bir narsalar shiddat bilan keldi. Kelayotgan narsalar odatdagi narsa emas, balki mushukdan cho'ngroq keladigan yo'g'on qop-qora tuklik bir to'p o'michik edi. O'lgur bu nimanda ko'p o'michik, tez qichqirdi. Ba'zilar orqadagi narsalarni ko'rib o'lgirdi, ba'zilar ko'rmadi. Ammo orqadagi narsalarning ish qilib odatdagi narsa emas ekanligini bildi bo'lg'ay. Hammasi do'pirlashib qaytishga boshladi. Arqonlardan men muhofazat qilaman. Sizlar oldiga qarab qaytaveringlar. Hargiz to'xtab qolmanglar. Adret boshlig'i Ahmad bo'lsa yaqinlashgan o'michiklarni bir-birlab etishga boshladi. Ammo u o'michiklarni etib tugitib bo'la oladigandak emas, chunki ularning soni haddidan ko'p edi. Olim, tursun, yo'lboshchi Hasan, oldinglarga qarab ketaveringlar. Men adret boshlig'iga yordam qilaman. Hey, to'xta, senda qurol yo'q, orqangga qayt. Mendan ansirma, qo'limda qurol bo'lmagan bilan pichiqim bor. To'xtab shundoq degunicha yeniga esilgan xanjarni elib, etilib, adret boshliq tarafga qarab yugurdi. To'rtinchi qism. Adret boshlig'i Ahmad Daraza darhol orqasiga qarab To'xtabning o'zi tarafga qarab etilib kelayotganligini ko'rdi. Ay, to'xta, orqangga chekin. Men sana yardım belgili keldim. O'lgur, men bilan karam bo'lmasin. Sen qoch. Biroq ularning soni bekli ko'pgan. Hech bo'lmaysan. Nimaga ang'ib qarab tursan, Adret boshlig'i? Tez qo'lingga qurolni olmamsan. Adret boshlig'i Ahmad Daraza bo'lsa, yaqinlashgan o'michiklarga o'q chiqarishga boshladi. O'lgur chatoq bo'ldi. Yana nima bo'ldi? Gapni oz qilib tez orqangga chekinmabsan. O'lgur mavi qurolning stoli qisilib qoldi. Qirishqonning onasini oldigandek mo'shundoq jiddiy paytda qurolning stoli qisilib qolishi ularning mag'lubiyatidan derak beradi. O'lgur bo'ldi, tez bo'l. Bo'ldi. Amisi tez o'q chiqa. To'xta, diqqat qil. O'nkirning ustidan bir yo'g'on o'michik To'xtabokanga qarab etilgan edi. Biroq To'xtabokon shundoq o'shar, sur'ati tez bo'lg'achqa, darhol qo'lidagi yo'g'on xanjari bilan heliqi o'michikni ikki parcha qilib atdi. Voh, o'lgirlar, qani kelisha, akan qarg'ayni yavash ko'rib kelishdingmi? Ay, ular bekli ko'pgan. Qarab turma, tez orqangga chekinmabsan. To'xtab bo'lsa, orqaga chekinish uchun o'nkir tomlarni silashtirib yurib, bir narsani payqab qoldi. Hay, Ahmad, bunga qara. Nima bo'ldi? O'nkir tomlarda gungurt ekan. Tez bunga o't yoqayli. Bu yanardaq bo'lmasa, gungurt nemish qilsin? Asla qarab baqmabsan. Mana purapaqa gungurtkan. Bu yoqqa tura. Rastada gungurtkan. Tez o't yoq, tez bo'l. Ahmad Daraza bo'lsa, yaqinlashgan o'michiklarga o'q chiqarib, To'xtabokning gungurtga o't yoqish uchun imkoniyat yaratib beryapti.
Ay, to'xta, qandoq bo'ldi? Mana yiqilyapman. Shu yiqilmayapti-da. O'lgir, o't tutashdi, tez qoch. Darvaqa o'nkir tomlari orasidagi ko'ngirtga o't tutashdi. Oppoq istidak va qip-qizil o't yalqinchilari o'nkir ichini bir qoplagan edi. Tez bo'l, tez orqaga chekin. Oy, yoq. O't kayniga yenyapti-da, tez bo'l. To'xt Bokanning aytganidek, o't amdilikda ular tarafga qarab kuyishga boshladi. Öyle dedim, o't to'xtadi mı? Yo'q, tez bo'l, tez qoch. Ular oldiga qarab xeyli uzungacha qochgan bo'lsa-mu, ammo bu o'ngirdan chiqib ketadigandak emas edi. O'ngir bo'lsa, xuddi tog' orasidagi poyezd tonnelidek hech tugaydigandek emas edi. Faqat ular jinini qutuldirish uchun levini tishlab qochmoqdan boshqa imkoniyati yo'q. O'lgir, nimanda uzun tonnel bu deyman. Chiqib bo'lalamdiq, yo'qmi? Ay, ozroq tag'irqi. Men yo'riqliqni ko'rdim. Oldimizda yo'riqliq bor ekan. Adret boshlig'i Ahmad Darozning aytganidek, oldi tarafda rostli yo'riqliq ko'rindi. Demak, ular bu tonneldan chiqishga ozli qoldi degan gap. Ular bu o'ngirdan chiqib ketishga ozli qolganda, o'ngir ichidagi ko'ngirtning purqidan zaharlanishga boshladi. O'lgir, ko'ngirtning purqi bakli tushgan. Shundaqkan, burnini etib ol. Burnimni etib oldim. Tez yugur, tez bo'l. Ular o'nkir ichidan omon eson qaytib chiqdi. Ammo ko'z oldidagi manzarani ko'rib, bir-biriga qarab hong-tong qilishdi. Chunki oldidagi bu joy tog' orasiga joylashgan yeshil sarliq bo'lib, bu yerga hech bir odamning oyog'i besib boqqandek emas edi. Ay, Ahmad. Ko'ryapman. Ay, bu yana o'rmon damdoq yoki boshqa bir yama. Bu yana mendaq go'zal deyman. Qarabmi bilmadimmi, o'rmonkan. Hay, biz xatardan qutulolmay o'lib ketib boshqa yerga ketmagandik, ha? Ay, tuzuk gap qila. Qarmamsan, o'rmonkan. Bu tog' orasiga joylashgan go'zal o'rmonlar ularni haqiqatan ram qilgan edi. Bundaq go'zal tabiat har qanday odamning qalbini elitib, o'ziga ram qilmay qolmaydi. Hey, Ahmad, mening toza ishongim kelmayotdi. Biz mavu kamardan o'taman deb boshqa bir dunyoga o'tib ketmagandik, ha? Hey, bu degan kamar emas. Ustinga qarg'ina yo'g'on bir tog' ekan. Biz tog'ning orasidan bu yerga o'tib keldik. To'liq qolayimqan cho'limajimi? Deyman-ku, endi bu yer haqiqatan go'zal joy ekan. Bo'ldi, qo'riq gapni ozqa, boshqalar qani? To'g'ri, boshqalar qani? Yo'l boshlig'ichi Hasan! Olim bo'ldik, tursun! Voy, bo'ldi, varqirma. Balkim ular uxlab qolgan gap. Dardimisan? Hozir uxlaydigan vaqtmi? Qiziq gap bo'ldi ba. Odam charchsa uxlaydi-da. Biroq moshundoq vaqtdimi? Ay, bo'ldi, sana gap qilgandan foydasi yo'q. Bo'ldi menga. Hey, nega boramiz? Sayohat qilamiz. O'lgir, nega boramiz da'vat qildi? Nega boratoq? Ularni izlaymiz. Ay, odamga bir qo'pollik qilmasan qandoq? Ma'qul. Ular shunday qilib tog' qiyosidan pastga tushib, o'rmonlikqa ishkarlab mangdi. Ay, sendan bir gapni so'rab baqay. U kan zada nada ekan? Bizning biladigan ishimiz bo'lsa, yo'lboshchi boshlab nima qilamiz deyman. O'zimiz berib izlamamdiq. Hay, to'xtag'ina. U kanda rastalla oltilab bahmadi. To'xta, bizmi tavakkul qilib ketyapmiz. Qolg'ini bosaq bilamiz. To'xtining aytganidek, u kan zada nada. Yo'lboshchi Hasan u kanning nada ekanligini bilamdi yo'q. Adret boshlig'i Ahmad Darazimo dal mushu ishdan ansirayotgan edi.
Ahmet, men bu ormanni toza yoqtirib ketmadim-ku hamda. Nem bo'ldi? Boyi o'zingni tutib olmay, ormanni maqtayotmamsan. Ay, sen diqqat qilmagan bo'lishing mumkin. O tarafdagi iskeletlarni ko'rdingmi? Bu ormanlikda yeritquchi hayvon degandeklar yo'qda, ha? Balkim bordi, balkim yo'qdi. Ay, o balkimni qo'yib, qo'lingdagi qurolni batlab mangmamsan. Ay, ko'rmagan narsangdan nimanda qo'rqsan? Xo'sh, shunda, lekin boyi o'mchikni ko'rmadikmi? O'mchik degan o'nkirning ichida qoldi emasmi? Men nima dedi? Amir qaramamsan, nimada yo'g'on kaslanchik bu? To'xtab bo'lgan bo'lsa, jiddiylashganidan yo'g'on bir o'rmon eqini kaslanchik degan edi. To'xta, yo'g'on bir qo'ng'ir ayiq ko'zingga kaslanchik ko'rinyapti. Nima bo'lishi bilan chatig'im yaxshi ish qilib yo'g'on nima ekan? Tezman. Qo'ng'ir ayiq bo'lsa, ulardan taxminan 30 necha metr yiroqlikda edi. To'xta, uning ko'ziga qarama. Orqangga chekin. Asta, men uning ko'ziga qaramadim. U menga qarayotdi. O'lgir deganimda qil, uning ko'ziga qarama. U har vaqt bizga hujum qilishi mumkin. Qo'ng'ir ayiq ularga hujum qilmadi. Balkim bu yerga odam zot kelib boqmagan bo'lishi mumkin. Ayiq insonlarni ko'rib boqmagan bo'lg'achqa, uning nima ishkanligini bilmadimi aytavur. Ularga hujum qilmadi. Ay, to'xta, u bizga hujum qilmadi-ku. Nima? Hujum qilsa bo'lamdi. Orqangga burilib, menib boqqan haqini. Balkim keynimizdan kelib bizni bir nima degani bo'lmaydi. To'xta, midirlama. U mansaq meniyotdi. Balkim u bizning harakatimizni ko'zlayotgan bo'lishi mumkin. Amsi qanday qilmas? Ehtiyot bilan orqamizga chekinaylik. Menga agishmang, har vaqt o'shar tur, oldingmi? Ma'qul. Qurolingni taxlab turjima. Bo'ladi, ansirma. Ular shundoq degunicha orqasiga chekindi. Ammo ko'lring ayiq ularga agashmadi. Amaliyotda ayiq har qanday o'zi ko'rib boqmagan narsaga yo'liqsa, uningga ushtum tutib hujum qiladi. Biroq ularga hujum qilmadi. Adrat boshlig'i Ahmad Darasa ayiqning o'zlariga hujum qilmaganligidan sal ajablanib qolgan bo'lsa-mu, biroq uning rostli hujum qilmaganini ko'rib xush bo'ldi. Hey, u bizning qo'rqdimi qadaq? Bizga hujum qilmadi-ku. Men bilmadim. Mushu fursatda uni oylinib o'tib ketaylik. Bu yoqda mangayli. Ahmad Darasa bilan to'xtab bo'lgan shunda qilib ayiqni oylinib o'tib ketmoqchi bo'ldi. Ular ayiqdan o'zini yoshirib, chedirliq orasi va daraxtlar orasida ketayotganida bir to'p ayiq bolasining o'ynayotganligini ko'rib qoldi. Ay, to'xta, oldimizdagi ayiq bolasi ekan. Shundaqkan, u boyqa ayiqning bolasi bo'lsa kerak. U ayiqning bizga hujum qilmaganligini endi tushungandek qildim. U bolasini qo'g'dab aytibdi. Amsa qanday qilamiz? Bu yerdami oylinib o'tib ketamiz demaydigansan? Shundaq, agar u bizni bu yerda bayqab qolsa, bolamga hujum qiladi deb o'ylashi mumkin. U vaqtdagi ahvol texnik xatarlik. U bizga hujum qiladi. Darhol keynimizga chekinaylik. Voy, nimandaq to'la ish bu? Odamga faqatla aramchilik hayjon. Ayiq ularning orqasiga yetib kelgan bo'lib, ularga hujum qilish uchun aytildi. To'xta, tez qoch, bo'linib qochaylik, tez bo'l. Ay, to'xta, nimada bo'linib qochamiz? Ayiqdan qechib qutulg'ini bo'lmaydi. Agar beli qilsak tutilib qolamiz. Tez ayrim qoch. Ular allaqachon ayiqning hujum nishoniga aylanib qolgan edi. Degandek, ular ayrim qochdi. Ammo ayiq to'xtab bo'lganni qo'g'lamasdan balki Ahmad Darasini qo'g'lashga boshladi. Chunki uning bo'yi egiz bo'lg'achqa ayiqning ko'zga ishtik cheliqsi kerak. Ahmad, u sana yetishib olaydi-da, tez o'q chiqa. Ahmad Darasa bo'lsa, ayiq qartib o'q chiqolmadi. Balki oldiga qarab qaychilaverdi. Uning o'q chiqolmaslik sababi bo'lsa, ayiqni etib o'ldirib qo'ysa, uning bolalari och qilib o'lib ketadi. Ahmad Darasning bo'y egiz bo'lg'achqa, uning sur'atimi xeyli tez edi. U yugurib degidek xeyli uzun orliqcha qaychib ketdi. Kelinsiz ayiq bo'lsa, uni qo'g'lab yetisholmaydiganligini bildimi yoki boshqa sabab bormi to'xtab qoldi.
Hey, Ahmet, iyiq yo'qolib ketdi-ku. Yo'qolib ketmadi, sen tarafga ketdi, tez qoch. Nima, men taraf ketamsan? Iyiq bo'lsa, darvaqa to'xti pokan tarafga qarab etilib ketayotgan edi. Agar to'xti ozroqli bexastalik qilsa, cho'qim iyiqning hujumiga uchraydi. Iyiqning hujumiga uchragan har qanday narsa hayot qolgan emas. Atraf boshqa, tez amal ko'rsat, endi qanday qilaman? Qalayimqan harakat qilma. Hey, iyiq bu yoqqa qara. Ahmet tarazı bo'lsa, iyiqning diqqatini tortish uchun havoga qaratib o'q chiqadi. Biroq qo'ng'ir iyiqning uning bilan kari bo'lmasdan to'xti pokanning oldiga etilib mangdi. Hey, to'xta, o'zingni daldiga ol. Hey, bu yerda yo'shirliqdek yo'qkan, tez o'q chiqar. Ahmet tarazı to'xti pokanni qutuldirish uchun ilojsiz iyiqqa o'q chiqarmoqchi bo'lib, uni nishonladi. Ammo Ahmet tarazı yanada to'xtab qoldi. Onu iyiqni etib o'ldirishga balkim uning yuragi chidamagan bo'lsa kerak. Ammo bu yerdagi tanlash faqatla ikki. Biri iyiqni etib o'ldirish, yana biri bo'lsa to'xti pokanning qonining yerilib o'lganligini ko'rib turish. Dal mushu vaqtda o'ylamagan ishdan bir yuz berib, tuyuqsiz chiqqan bir pay o'q ovozidan keyinla iyiq oldiga yiqildi. Tuyuqsiz etilgan o'q ovozi bo'lsa, ularning qarshi tarafidan chiqqan bo'lib, ular kimning o'q chiqarganligini bilolmadi. Hey, Ahmet, sen attыңmы? Yo'q, men emas. Bu yerda bizdan boshqa odam bor ekan. Undaqda ular bizning odamlarimizmi? Yo'q, mumkin emas. Ularda qurol yo'q. To'xta, tez yo'shirni ol. O'q chiqargan odam margan ekan. O bizning xeyli yaraqliqda turib o'q chiqadi. Aniqli o bizning odam emas. Ayda to'liq qo'rqitma. Tez gapimni anglab daraxtning daltisiga o'tib ol. 5 odam tashkillanib kelgan bu yerga zodi kim keldi? Adrat boshlig'i Ahmetdan boshqa hech kim u yerda margan emas. Undaqda hozir o'q chiqargan zodi kim? Tuyuqsiz paydo bo'lgan bu margan adrat boshlig'i Ahmet Darozini rostila cho'chitgan edi. Beşinci kısım. O'q chiqarganlarning kim ekanligini belgilab bo'lmadi. Ammo aniqli uning margan ekanligini bilib olg'ili bo'ladi. Ay, to'xta, o'rningdan madirlama, oldingmi? Oldim, biroq qanaqa qilmas. Bizga o'q chiqarganlarning kim ekanligini bilmay turib, qalayimqan harakat qilmasanglar bo'ldi. Adrat boshlig'i Ahmet Darozning aytganlari to'g'ri edi. Ularga o'q chiqarganlarning kim ekanligini bilmay turib, qarisiga harakat qilish ularga foydasiz. Ular o'z odammi yoki dushmanmi, ularni hech kim bilmaydi. Ustidagilar, anglab turinglar. Bizning sizlarga ziyonkashlik qilish maqsadimiz yo'q. Faqat menga o'q chiqarmasanglar, men sizlarni ko'rish doiranglarga chiqaman. Adrat boshlig'i Ahmet Daroz bu gapni aytibmi, xeyli uzungacha javobsiz qoldi. O'q chiqargan kishi bo'lsa, hech qanday javob qaytarmadi. Ma'qul, undaqda men chiqdim. Menga qaratib o'q chiqarmasanglar bo'ldi. Hey, to'xta, so'ramisan. Agar sen o'q chiqarsa qanday qilsan? Undaqda mush yerda yo'shirinib turamdiq. Asta shundaqdami o javob qaytarmagan tursa? To'xta, gapimni yaxshi angla. O bizning odam emas ekan. Agar bizning odamlar bo'lsa, bayil o'zini oshkorlagan bo'ladi. Agar u menga o'q chiqarib qolsa, darhol qoch. Oldimi? Ay, to'xta, bu sal qaramliq bo'lib qoldimi qanday? Adrat boshlig'i Ahmet Daroz to'xti pokanning savoliga javob qaytarmasdan yo'shirinib turgan daraxtning daldisidan chiqdi. Mana men chiqdim. Qo'limda qurol yo'q. Endi o'zingni oshkorla. Ahmet Daroz ikki qo'lini ko'tarib qarshi tarafidagi daraxtlar orasiga tikilib turdi. Ammo o'zini oshkorligini bo'lsa, odam emas, balki it bo'lib chiqdi. Bu qanday gap? Bir itkan-ku. Yo'q, u yerda cho'qim odam bor. U yerda kim bor? O'zingni oshkorla.
Daraxtlar orasidan bo'lsa, kiyimlari jul-jul, choch soqollari o'sib ketgan, qo'lida miltiq ko'tarib olgan oq chochliq bir bo'y chiqib keldi. Oy, anamay, Ahmad, sarangdan birisi chiqdi-ku. Seni aytib Qur'onni qo'lingga ol. Yo'q, o sarang emas. Ay, bova, bu yerda nima ish qilasiz? Siz kim o? O boy bo'lsa, ularga bir ig'iz javobni qaytarmasdan o'rnida madrasadir qilmay turdi. Boyning qo'lidagi bo'lsa, o miltiqi bo'lib, o ikki qo'li bilan Qur'onni mahkam tutgan edi. Balkim Ahmad Tarozi qalayimqon harakat qilsalar, uni aytib etishi mumkin. Yaxshimsiz. Menda qurol yo'q. Men sizga hujum qilmayman. Yaxshi qurolni tashlang. Ahmad Tarozi o bo'yning tikilib turishidan qo'rqdi. Chunki o bo'yning ko'zidan g'azab, nafrat uchquni yig'ib turardi. İki qo'li bilan chang tutib turgan o miltiqi bo'lsa, lag'ildab titrayotgan bo'lib, Ahmad hozirlam madirilsa, uni etib tashladigandekmi qalatdi. Ay, to'xta. O bo'yning qo'rsiga ochganda qiladi. Senda yeydigan narsa bormi? Hey, Ahmad, o sana texi gap qilmadiga. Qo'rsiqim ochdi demasa, sen qanday bilasan? Bo'yning chiroyi tatranga turadi. Cho'qim qo'rsiqqa ochdi. Tez yeydigan narsa bo'lsa-ba. Ma'qul. Menda bo'lgi bor. Amsa tez bo'l. To'xtib Ahmad Taroziga qarab bir paraslangan xaltaga o'roqliq bo'lgini tashlab berdi. Ahmad Tarozi bo'lsa, qo'liga bo'lgini olgandan keyin bo'yga tangladi. Ay, bo'va, qo'rsiqingiz ochdimi? Bu bo'lgini yang. Biz sizga ziyonkashlik qilmaymiz. Yaxshisi qo'lingizdagi qurolni yig'ishtiring. Bo'va yana o'xshash, o'rnida midir sadir qilmay turdi. Ahmad Tarozi bo'lsa, qo'lidagi bo'lgini bo'yning oldiga tashladi. Bo'y tashlab bergan bo'lkaga qarabma qo'ymadi. Hatto bo'yla emas, uning ishtimi qarab qo'ymadi. Hey, Ahmad, o boshqa millatdami ya? Gapimizni tushunmagandek qiladi-ku. Men bilmadim. Hey, bo'lmasa men gap qilib boqaymi? Men xeyli ko'p til bilaman. To'xtib shundoq degunicha daraxtning toldisidan chiqdi. Hey, niha, hammasi izas. Yaxshi to'ravatamsizga. Ay, to'xta, o'zingni daldiga ol. Ay, animayim o'q chiqaratib sarang qeri. To'xtib gap tugamasdan burun bo'y uningga qaratib o'q chiqardi. Ammo o'q to'xtib tegmadi. Hay, o'zingizni tuting. Siz zaten nima qilmoqchi? Bo'yning isqirtishi bilan tangla itni to'xtamasdan qavashqa boshladi. Ahmad, qarab turmay tez qurolni menga tashlab ber. Uni aytib etay. Yo'q, bo'lmaydi. O sana o'q chiqargan bilan seni otmadi. Asta, o menga o'q chiqargan tursa. Ay, bo'y, ma'qul bo'ladi. Siz zaten nima demoqchi, nima qilmoqchi? Ma'qul, men taslim bo'lay. Ahmad Tarozi shundoq degunicha yerda tizilib ikki qo'lni ko'tarib turdi. To'xta, tez taslim bo'l. Adret boshlig'i Ahmad Tarozining buyrug'i bilan to'xtib o'tgan daraxt orqasidan chiqib taslim bo'ldi. O noma'lum bo'y qurollarni yig'ishtirgandan keyin ular tarafga qarab asta qadamlar bilan yaqinlashqa boshladi. Bo'y adret boshlig'i Ahmad Tarozi bilan to'xtib o'tganning oldiga kelib qarab turdi. Ahmad Tarozi bo'yni tafsiliy kuzatish orqali u kishining bu yerda uzun mazgil turganligini bildi. Chunki o odamning putida oyoq yo'q. Tirnoqlar orasini bo'lsa laylatqalar qoplab ketgan. Put qo'lining rangi mo o juplaning rangiga bo'ylab ketgan edi. Bo'y adret boshlig'i Ahmad Taroziga qarab qo'l ishora qilishga boshladi. Balkim bo'y uning bir narsani demoqchi bo'lsa kerak. Biroq Ahmad Tarozi uni tushuna olmadi. To'xtang, men gapingizni tushunamadim. Siz nima demoqchi? Bo'y darhol begiz barmoqini chiqarib, sol qo'lining olqiniga bir narsalarni yozgandek qiyofatga kirdi. Balkim ulardan daftar yoki qalam degandek narsani so'ramoqchi bo'lsa kerak. Hey, Ahmad,
o kaçmo qandaq. O bizga yasadığan bir narsa barmı demakchilik qiladi. Undaqda senda barmı? Somkamga qarab baqay. Ha, bakan. To'xtab bo'lgan somkisidan kichik bir xotirni elib bo'yga tutqizib qo'ydi. Bo'y ularga bir qarab o'tgandan keyin bir narsalarni yezishga boshladi. Hay, nima yezibdi? Bu yerga necha odam keldinglar? Bu yerni qandoq topdinglar? Tezdan qaytib ketinglar. Bu yer xatarlik deb yezibdi. To'xtang, siz kim? Bu yerda nima ish qilasiz? Bu yer qandoq xatarlik? Bu qatim bo'y gapimga sen javob qaytar deb yozgan edi. Ma'qul, biz ekspeditsiyachi. Bu yerga 5 odam keldik. Ikkimiz yo'ldan adashib qoldik. Qolgan 3 topa olmadik. Hay, nima yezibdi? Men ularni ko'rdim. O'rmonlikqa ishkirlab kirib ketdi. Ularni endi izlamanglar. Jinonlarni elib bu yerdan ketinglar debdi. Ay, bu nima degani? Ay, bu Qachining qiyofati kirib to'la odamni qo'rqitmoqchimi? Odamlarimizni topmay turib bu yerdan hargiz ketmaymiz. Ay, o'zini besva, bu gapim qamlashmadi. Bu gapimni anglang. Odamlarimizni tashlab qo'yib kelsak bo'lmaydi. Ular bilan birga kelgan, birga qaytib ketamiz. Nima deb ularni izlamanglar deysiz? Bu yer sodiq qanday xatarlik? Biz nimadan ansiraymiz? Boy, bu gaplarni anglab, ozroq mazhar aralash ko'rgandek qilib, yana bir nimalarni yezishga boshladi. Ondaqda sizlarga yordam qilolmag'idekman. Tezdan o'rmonga ishkirlab kirib, qorong'i tushishdan burun odamlaringlarni tepib, bu yerdan ketinglar. Adrat boshlig'i Ahmad Tarasa bo'yning chiroyiga qarab, jiddiylik ham qo'rqinishni his qilgandek bo'ldi va darhol bu yerdan ketmoqchi bo'ldi. Ma'qul bova, ondaqda sizni malol qildik. To'xta, darhol yuk taqlarni yig'ishtirib bu yerdan ketamiz. Ay, to'xta, nima bo'ldi? Tez mang degandikin mang. Adrat boshlig'i Ahmad Tarasa darhol yuk taqlarni yig'ishtirib, to'xta pokanni elib bu yerdan ayrildi. Hey, sana zaten nima bo'ldi? Astroq mangana be. Saranqach qerining gapiga qo'rqib ketdingmi qandaq? To'xta, o bo'yning qo'llarini titrab ketganligini ko'rmadimmi? Balkim o bir narsadan qo'rqib ketgan bo'lsa kerak. Ay, o bir narsadan qo'rqib ketsa, sen qo'rqib ketamsan. Ay, men bir narsadan qo'rqmayman, ammo o qo'rqyotdi. Yana 5 minut uning yanida tursam, men qo'rqadigan bo'lib qolaman. Oy. Mavi kapni qaramamdigan. Kesil yo'qda, uning sana yo'qadigan. Ay, to'xta, hozir sen bilan chaqchaqlashadigan vaqtim yo'q. Darhol yo'qab ketganlarni topmasak bo'lmaydi. Ay, dedi-g'a, o'rmonga ishkirlab kirib ketdi deb, bizmi orqadan kirsaklik topamizg'a. Undaqda quruq gapni oz qilib tezroq mangmamsan. Amasi yeshtaqlarni ko'tirish bermamsan. Ay, atrat boshlig'i menmi, senmi? To'la gapimay manga. Xap, bu yerda-chi, baravarlik deydigan narsa faqatli yo'q. Undaqda mavi quralni tuta, sen ot. Yeshtaqlarni men ko'tiray, sen atrat boshlig'i bo'l. Qandoq? Balda chaqchaqib qo'ydim menmi? Voy, ajabmi bir kasan. To'xtab bo'lgan bilan atrat boshlig'i Ahmad Tarasa o'rmonga xeyli uzun ishkirlab kirdi. Ammo yo'qib ketgan 3 odamning oyoq izini payqamadi. Hey, Ahmad, bayiqi gachi zotni nima odamdi deyman? Menmi bilmadim. Balkim mush yerga yerlikdi. Ay, mangina, bu yerda odam turamdi deyman. Turibdi-g'ana, shu kishi turdigan-da balkim. Ay, men o kishiga diqqat qildim. O kishi mush yerda yashayotgan o'zim bo'lgandek qiladi. Balkim shundaqda. Ay, lekin eliqi kanning ishini bir uqsaq bo'ladi. O zodi nadidu deyman. Yo'lboshchi Hasan Do'lan, uningga toza ishinib bo'lolmayapman. Shuningdan boshqa odam bu yerning hech qanday yerini bilmaydi. O'ylab baq, xarita bizning qo'limizda. Lekin u hammani biladi. Xarita bo'lgan taqdirdami, biz xaritaning o'rnini bilmaymiz. Ay, coğrafiyani bosib tuzuk bir o'qsam bo'pti ekanman. Uni o'qsangmi foydasi yo'q. To'xtab bo'lgan bilan adrat boshlig'i Ahmad Tarasa o'rmonga xeyli ishkirlab kirdi.
ammo odamlarni topolmadi. Biroq atrat boshlig'i Ahmad Taraza bir ishni sezgandek bo'ldi. Ay, to'xta. Biz bir o'rnimizni o'ylayapmizmi qandoq? Qandoq desa? Oldimizdagi ovi bir tup yo'g'on daraxtni ko'rdingmi? Boy men shu yerdan o'tib ketgandek qilgan. Biroq yana shuning oldiga keldik-ku. Voy, ko'p o'ylab oldingmi qandoq? Bu yerda daraxtdan to'l nima yo'q tursa, balkim shundoq o'ylab qolgansan. Deganingmi to'g'ri. Ahmad shundoq degunicha atrofdagi daraxt va yer shaklini ko'z tutib mangdi. Ay, to'xta. Boy sen tamak chekanmi? Yo'q, nima bo'ldi? Bu tamak qoldiqlar kimning? Atrat boshlig'i Ahmad Taraza yerdagi bir tamak qoldiqini elib to'xtab o'kanga ko'rsatdi. Bildim. Bu tursun qismoqning. Tursun qismoq odatda mushkil tamakini chekadi. Demak, ularga yiqilishibdi. Tezroq menga. Tursun qismoq! Olim bodik! Hey, yo'lboshchi Hasan! Sizlar nerda? To'xta, ularni topolmoqdak emas. Bu o'rmon bakda cho'ngan, ayrilib mayli. Ayrilib mayli degan qanday gap? Agar ezg'ib kelsa qanday qilamiz? Bunda qilaylik. Agar men ularni topsam, o'q chiqirman. Qoralning ovozini olib men tarafga kel. Agar sen topsang, qanday qilsam bo'la? Menimcha ayrilib mayli, birlikda mayli. Bunda bo'lsa, bu qoralni sen ol. Biz ayrilib mayli. Agar ularni topsang sen o'q chiqar. Agar men topsam, seni izlab boray. Qanday? Agar topamazsaqcha, ondaqda orqamizga yenib kelib, mushu joyda ko'rishimiz. To'xta, bu sal ahmoqanlik bo'lib qoldimi? Qanday? Mushuncha cho'ng o'rmonda ayrilib mayli desang, toza aqlga sig'madi juma. Bu oyning gibi esingdimi? Qorong'i tushguncha ularni topmasak bo'lmaydi. Ma'qul. Atrat boshlig'i Ahmad Taraza bilan to'xtab o'kan ayrilib mangdi. Atrat boshlig'i Ahmad Taraza odamlarni bu o'rmonlikning ichidan topolmay kelishidan ansirdi. Yana kelib, heliqi noma'lum buvay Sodiq qandoq kishi bu yerda nima ish qiladi? Mushu bir necha qator ishlar atrat boshlig'ining beshini qotirgan edi. Tursun qismoq! Olim bodik! Yo'lboshchi Hasan!